الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد طه الأمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير إنك على ما أسأل قدير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والتقى والنقى وحسن الخلق وحسن الختام. Assalamu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuhu. Hurmatli ahli sunnat val jamoat aqidasida bo'lgan aka-ukalar, opa-singillar, biz Xudoning rizoligi uchun boshlagan Shayx Abdullah al-Haroriy hazratlarini Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mazhabi bo'yicha yozib ketgan eng zaruriy diniy ilmlarni ta'minlovchi muxtasar kitobi atrofida bir qator darslarni uyushtirdik hamda muallifni var-Rahman ayil kasirur rahmati lil mu'minina wal kafirina fid dunya va lil mu'minina fil akhirah degan joyda darsimizni biz to'xtatdik. Nasib bo'lsa mana shu qisqa bir darsimizda harakat qilamizki, imkon qadar Xudo rizoligi uchun chiroyli bir dars olib borishlikni. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة. Demak muallif Shayx Abdullah al-Haroriydan Xudo rozi bo'lsin aytdilar. والرحمن أي الكثير الرحمة للمؤمنين والكافرين في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة. الرحمن يعني bu dunyoda musulmonga ham musulmon bo'lmagan odamga ham iymoni bor, iymoni yo'q odamga ham Allohning rahmati ko'p. Valil mu'minina fil akhirah. Oxiratda esa faqat musulmonlarga, iymoni bor odamlarga rahmati bor. Var-Rahim ayil kasirir rahmati lil mu'minin. Allohning ar-Rahim sifati oxiratda, qiyomatda faqat musulmonlargagina rahmati ko'p degan ma'noni bildiradi. قال البيهقي في الأسماء والصفات قال الخطابي فالرحمن ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معايشهم ومصالحهم وعمت المؤمن والكافر والصالح والطالح. وأما الرحيم فخاص للمؤمنين كقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. إمام البيهقي رضي الله عنه o'zlarining al-asma va sifat, Allohning ismlari va sifatlari degan 2 jilddan iborat kitobda Abu Bakr al-Xattobiy, ba'zilar aytishadiki Abu Bakr Sulaymon al-Xattobiy degan olimdan, ya'ni al-Xattobiy degan olimdan bir naql rivoyat qiladilar. Ar-Rahman, Allohning Ar-Rahman sifatining ma'nosi zur rahmati shamilati allati wasi'atil khalqa fi arzaqihim wa asbabi ma'ayishihim wa masalihihim. Allohning Ar-Rahman sifati bu dunyoda bandalarning rizqi hamda maishatlari, rizq topish sabablari, ularga nima foyda keltirishlik, nima foyda keltiradi, nima foyda keltirmaydi, foyda keltiradigan narsalar bo'yicha tegishli bo'lgan rahmat egasi. Ya'ni Allohning rahmati bu dunyoda odamlarni rizqiga, rizq topish sabablariga, ularga
nima foyda keltiradi? Foydali bo'lgan narsalarga tegishli. Va ammatil mu'mina val kafira. Hamda bu dunyoda Allohning rahmati musulmonlarga ham, musulmon bo'lmagan odamlarga ham tegishli. Va soliha va toliha. Solih, ezgi bandalarga ham taalluqli. Tolih, gunohga botgan odamlarga ham tegishli, taalluqli. Va ammar rahimu. Endi Allohning ar-rahim sifatiga keladigan bo'lsak, fa xossun lil mu'minina. U rahmat faqatgina musulmonlarga qiyomat kuni nasib bo'ladi. Ya'ni Allohning ar-rahim sifati, Allohning rahmati bor. Lekin u rahmat faqatgina musulmonlarga qiyomat kuni nasib bo'ladi degan ma'noni bildiradi. Ya'ni ar-rahim musulmonlarga qiyomat kuni o'z rahmatini nasib etuvchi degani. Hamda Qur'ondan dalil keltiradi bu olim. Va kana bil mu'minina rahima. Albatta Alloh qiyomatda mu'minlarga rahimli. Al-Ahzab surasidan 33-sura. Va qad qala ta'ala va rahmati wasi'at kull shay'in fasaktubuha lil ladzina yattaqun. Oyatning ma'nosi, oyatning tarjimasi albatta meni rahmatim, ya'ni Allohning rahmati bu dunyoda hammaga teng, hammaga tegishli, hammaga taalluqli, lekin oxiratda dinsizlikdan, shirkdan, kufrdan saqlangan odamlarga, musulmonlargagina taalluqli degan oyat. Al-A'rof surasi 156-oyat. Al-A'rof surasi bu Qur'onning mushafda mundarijasi bo'yicha 7-sura 156-oyat. Wa ma'na alhamdulillahi ay nusni 'ala Allahi wa nahmaduhu wa namdahuhu. Nusni 'ala Allahi wa namdahuhu bi alsinatina 'ala ma an'ama bihi 'alayna من النعم التي لا نحصيها من غير وجوب عليه. Ko'ryapsizmi, Shayx Abdullah al-Harori radhiyallohu anhu matnda kelgan har bir so'zni bitta ochiqlab chiqqanlar. O'qigan odam, ilm olgan odamda shu olgan ilmi unumli, barakali, to'liq bo'lishligi uchun, unumli, barakali, samarali bo'lishligi uchun Shayx Abdullah al-Harori bitta har bir aytgan so'zini dalillab, ochiqlab chiqqanlar. Alhamdulillah endi bizda xalqimizda qolgan bu so'z. Biz bilamiz endi. Xudoga shukr deb tarjima qilinadi. Lekin Xudoga shukr degan so'zda ma'nosi bor ekan. Shu ikkita so'z, Xudoga shukr, alhamdulillah, Xudoga hamd bo'lsin, Allohga hamd bo'lsin. Mana shu ikkita so'z u ham sharhga muhtoj ekan, u ham sharhlanar ekan, o'ziga yarasha ochiqligi bor ekan. Nima degani ekan? Ay nusni alallohi, ya'ni biz Allohni maqtaymiz degan. Va namdahuhu bi alsinatina ala ma an'ama bihi alayna. Bizga bergan ne'matlar orqali, ne'matlari sababli biz Allohni maqtaymiz. Maqtaganda ham tilimiz bilan maqtaymiz. Allah bizga qancha ne'matlarni bergan bo'lsa, mana shu ne'matlarga shukrona etib tilimiz bilan maqtaymiz degani. Minan ni'amillati la nuhsiha. Biz bandalar u ne'matlarni hisoblashlikka qodir emasmiz. Biz u ne'matlarni hisoblashlikka kuchimiz yetmaydi. Min g'ayri vujubin alayhi. Lekin Alloh o'z rahmati, karami bilan bizga u ne'matlarni nasib etadi. Alloh uchun bu narsa farz, vojib emas, balki o'z rahmati orqali, rahmati sababidan o'z bandalariga Alloh ne'matlarni nasib etadi. Va robbil alamin deb Shayx Abdullah al-Harori radhiyallohu anhu mana matndagi so'zlarni bitta tushuntiryaptilar. Va robbil alamin,
Butun olamlarning Robbisi. Ma'nahu malikul alamin. Ya'ni olamlarda yo'qdan bor etgan, olamlarda haqiqiy xo'jayini. Ay maliku kulli shay, maliku kulli ma dakhala fil vujud. Ya'ni yo'qdan bor bo'lgan har bir yaralmishni, yaratilgan narsani hojasi, xo'jayini, Robbisi degan ma'noni bildiradi. Haza ma'nal alamin bihasabil asli. Mana shu asl arab tili bo'yicha olamlar degan so'zning ma'nosi. Ya'ni bu yerda Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhum payg'ambarimizning amakilarini, o'g'illari hamda sahoba, yetuk olim, payg'ambarimiz vaqtida Qur'onni tafsir etgan sahoba Abdullah ibn Abbas aytib ketgan so'zni aytishimiz kerak. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuma aytganlarki, olamlar degan so'z o'z ichiga 3 ta ma'noni oladi. Asosiy ma'no olamlar deganda 3 ta ma'no. Demak, olamlar so'zini asosiy 3 ta ma'nosi bor. Birinchisi kullu ma sivallohi. Allohdan boshqa barcha yaratilgan, yo'qdan bor bo'lgan narsalar u olamlar. Kullu ma sivallohi. Allohdan boshqa barcha yaratilgan narsalar, yo'qdan bor bo'lgan, yo'qdan bor bo'lgan, kelib chiqqan, paydo bo'lgan hamma yaralmish, yaratilgan narsalar bu olamlar. Ikkinchi ma'nosi, olamlar so'zining ikkinchi ma'nosi bu farishtalar, jinlar, insonlar. Uchinchi ma'nosi jinlar hamda insonlar. Endi bu bizdan bir ziyoda bo'ldi. Shu mavzuni oydinlashtirish, mavzuga bir muvofiq bo'lgan dalilni keltirish bo'ldi. Shayx Abdulloh aytadilarki: وقد يرد هذا اللفظ بمعنى الإنس والجن كما في قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا. Furqon surasi 1-oyatda Alloh aytdi: Tabarakallazi nazzalal furqona ala abdihi liyakuna lil'alamin nazira. Olamlarga bir eslatma bo'lishligi uchun Qur'onni o'z bandasiga nozil etgan Alloh barcha aybi nuqsondan pok degan. Endi qarang, ikkinchi ma'no bizda olamlar dedik. Mana shu oyatdagi olamlardan murod nima? Maqsad nima ekan? İnsonlar bilan jinlar. Hamda insonlar bilan jinlar al-inzar, ogohlantirishga muhtoj. Farishtalarga nisbatan al-inzar, ogohlantirishlik loyiq emas. Al-inzar nima u? Hiya takhwifun bin-nari li ma'siyatin min ma'asillah deb olimlar aytishgan. Ya'ni bir gunoh orqali, bir gunoh sababidan do'zax azobi bilan ogohlantirishlikni al-inzar deyishadi. Do'zax bilan qo'rqitishlik. Do'zax o'ti azoblari bilan qo'rqitishlik. U kimga xos, kimga loyiq? Insonlar bilan jinlarga. Farishtalar bundan mustasno. Wal mudabbiru li jami'il makhluqin. O'zi yaratgan xalqqa, narsalarga, yaralmishga taqdirni ham, ularni taqdirini ham yaratgan Allohga hamd va sano bo'lsin degani. Ay allazi qaddara kullama yajri fil alam. Ya'ni bu olamda sodir bo'ladigan, bo'layotgan, bo'lib o'tgan, hozir kechib yotgan, kechayotgan jarayonlar, hodisalarni taqdirini belgilagan Allohga hamd va sano bo'lsin degan. Qaddara lil khalqi arzaqahum va tatawwuratihim va a'malahum va tasarrufatihim va kullama yatra'u aw yahduthu fihim. Odamlarga
insoniyatga, bashariyatga, jinlarga, hayvonlarga, tirik jonzotlarga rizqini, ularda bo'ladigan o'zgarish jarayonlarini, ularni ishlarini, tasarrufat deb aytiladi, xatti-harakatlarini hamda ularda bo'ladigan, ularda ta'nida bo'ladigan, ular orqali ular uchun bo'ladigan o'zgarishlarni belgilagan, taqdir etgan Allohga hamd va sano bo'lsin degani. Mana shu bo'ldi. Alhamdulillahi robbil alamin. Demak biz muallifni aytgan shu ikki qator so'zini harakat qildik imkon qadar o'zbek tiliga tarjima qilib muallifni sharhidan kelib chiqib sizlarga yetkazishlikka. Allohim hammamizdan rizo bo'lsin. Boshlagan ishimizda oxiri baxayr bo'lsin. Darslarimiz davomiy bo'lsin. Darsni uyushtirishlikda yordam etgan, yordam qo'lini cho'zgan aka, ukalar, opa-singillarga Allohning o'zi ko'p savob nasib etsin. Firdavsul a'loda hammamizni jannat ahlidan bo'lishligimizni nasib etsin. Hurmat bilan Davud Hajji al-Hanafi.